Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Celaleddin Suyuti rahmetullahi aleyhinin Halifler Tarihi namlı kitabında biz Abbasilarning 26. halifesi El-Qaim bi Emrillah'ning hayotiga munosabatlik shu davrda yuz bergan muhim voqealiklar haqida to'xtalib o'tamiz. Bugun 459-yili bo'lgan voqeani boshlaymiz. Hijriyat 459-yili. Yani ondaqda bu miladiye 1069'a to'g'ri keldi. Bag'doddagi Nizamiye madrasasi putib chiqdi. Bu maktabda o'qituvchilik qilishga Shayx Abu Ishoq Shirazini bekitdi. O'quvchilar xaloyiq to'plangan bo'lsa-mu, Shayx Abu Ishoq Shirazi dars kagil olmay yo'qolib ketdi. Yo'shurnib oldi. Amalsiz Şamil namlı kitapның avtori İbn Sabbagh o'qituvchi bo'ldi. Bu Şamil degan kitap Şafi'i mezhebiniki şu en meşhur fiqh kitaplarından biri. Bu Saqi Şirazi mi Şafii, İbn Sabbagh mı Şafii. Çünkü Nizamül Mülk mi Şafii mezhebini bekrek yaqlagan adam. Ahiri xaloyiq yoki avam yoki lashkar rahbarlar Şeyh Abu Ishoq Shiraziga muloyim, yumshoq, sipoyi gaplarni qilish orqali bu odam o'qitish ishlariga ma'qul bo'lib dars o'tishga boshladi. Hijriyat 460-yil bo'lgan vaqtida Ramlada nayt ig'ir yatavrak yuz berib, Ramlani vayron qildi. Ramla hozir Isroilning kontrolligida. Hatto suv quduqning başlarından bulduqlab ketdi. Ya sıqqan dedi. 25 mingcha odam Ramla oilasidan o'lib ketdi. Dengiz Ramlaning dengiz sohilidan bir kunlik yiroqlikda ichiga kirib ketdi dedi. Xalqlar hamda ya ola qoldi-da aralolab beliq suzishga boshladi. Suv qaytadan keyin yenib xalqlar beliq tutayotgan vaqtida ularni helak qilib o'ltiribdi. Hijriyat 461-yil bo'lgan vaqtida Damashq jamisi kuyib, buning go'zal naqshlari, jiloliq ko'rinishlari yo'qab, buning manzuri satlashdi. Buning oltin yaltilgan toruslari, o'gizlari yo'qoldi. Buni nəhayət acayip həşəmətlik qılıb Abdülmelik ibn Marvan'niki davrlar, Velid ibn Abdülmelik'niki davrlarda Cami Damashqni acayip isil, dünyada bir acayibat şekilde silib çıqqan. Lekin bu davr kelganda ko'p ketdi. Hozir o'rni Damashqniki Cami Umayyi deymiz shu yerda. Bu shu Hamidi degan bir bozor var, Damashqning eng cho'ng bir bozori. Osmanlı davrida silingan bozorlarda. Şu bozordan o'tganda ishchilarimiz acayip hashamatlik. Hozir qadar o'zining ruxsarini saqlab kelgan jamiyda dunyoda. Hijriyat 462-yil bo'lgan vaqtida Makka amiri Sultan Alip Arslanga elchi avatdi. Bu elchi Alip Arslanning huzuriga kelib Abbasilar nomidan xutba o'qiyotganligini, Misr Fatimilar sultoni Mustansirga o'qilayotgan xutbani bekor qilganligini, shundaqla hayya ala xayril amal degan shialarning azan shuorini amaldan qoldirganligini bildirgan bo'lib, Sultan Alip Arslan bu odamga 30 ming dinar va nurg'un ton sarpaylarni tartiqladi. Bu nəhayət mühim. Yani Mekke Medine'deki Sünniler qoluğa ötüşdən ibaret bir xoş xəbər bu. Bunun səbəbi nemişqə bunda oldu? Nemişqə bu Mekke Medine Abbasiler qoluğa Salcuqlar qoluğa ötüb getdi desə? Çünki Misirliklar arqa bularni peydinpey besib gələn qahatçilik səbəbidən bular nəhayət aciz halatda bo'lib qolgan. Hatta kişiler odam go'shti yeydigan bir irdab buğday, yani bir irdab degan bir o'lcham birlik, yani bir ko'p ya bir tog'a degandek bir
100 dinarga yetdi. İşte 5 dinarga, möşkte 3 dinarga satıdığan avval kelip çıktı. Yeydi aysan köşünü. Mir'at namlıq kitabının avtoru mundaq deyil. Belki bu Mir'atu Zaman namlıq bir tarihi kitap var. Şu kitabın avtoru bolsa gerek deyil. Bir ayal Kahire'den çıkan deydi. Koluda bir cevher, bir almas tipideki bir kımmet bahalık bir yakut cevher var. O ayal to'laydi. Mani kim bir mut buğdayga kim setib oldi desa bir odam qarmagan. Bir mut buğday degan 1,5 jing taxminan, ya'ni 1 kiloga yaqin kelmagan. Shuningga setib oldi desa bir odam oladigan odam chiqmagan. Shu darajada qahatchilik bo'lib ketgan. Hatto ba'zilar qoimni tabriklab mundaq deyishdi. Bu she'rlarda mundaq bir sifatlar bayon qilingan, ya'ni qahatchilik Misrning holatlari. Misrlik bilib yetdi deydi. Bu Misrlikning qo'shinlari Misrda xuddi Yusufninki achachilik kunlarini ko'rayotdi. Amvas taunlarini ko'rayotdi. Amvas tauni Hijriyaniki 17-18 atrofida bo'lsa kerak. Ya'ni 20dan burun. Xalifa Umar roziyallohu anhuniki zamonasida Shomda yuz bergan ig'ir bir vaba, balay afet. Şuna o'xshatyapti bu Misrniki holatini. Bu balay afetlar Misrda yuz bergandan keyin o'zidan bir xil shakllanib qoldi. Men qanday odam degan. Bu afetlardan ajoyib bekmisat, qo'rqib, andishlendi. Hijriyat 463-yil bo'lgan vaqtida Halep'te, Suriye'nin hozirgi Halep viloyatlari Qaim bi emrillah halife Sultan Alip Arslan nomidan xutba o'qildi deydi. Chunki bularning davlati kuchayib, Mustansirning davlati ham dosta to'zibdi deb ko'rgan. Ya'ni kuch nada bo'lsa, xalq shu yerda. Ya'ni bu yilning o'zida, ya'ni 463-yil bo'lgan vaqtda musulmonlar bilan Bizantiyaliklar orasida ig'ir katta bir urush bo'lgan. Musulmonlar g'alaba qilgan. Allohga hamdlar bo'lsin. Bu qo'shinning qo'mondoni Sultan Alip Arslan edi. Rim podshosini asir oldi. Uni nurg'un mol dunyo badiliga qo'yib berdi. 50 yillik to'xtam tuzdi. Qo'yib bergan vaqtida sultonga mundaq debdi-da, u Rim nimasi podshosi. Xalifa qaysi tarafda desa, ma tarafda turdi deb, yani Bag'dod tarafini ko'rsatdi-da. Beshini yalang'ochlik qilib, ya'ni shu podsho tarafga xizmat qilish ma'nosini bildirdigan, ya'ni bosh egishga o'xshagan shaklda, ishora shaklda qulluq bildirdi. Mana bu mashhur Malazgirt urushi edi. Turklar bilan Rim Bizantiya orasida bo'lgan tunji muhim urush. Hijriyat 464-yil bo'lgan vaqtida qo'y vabosi kelib chiqdi. Nurg'un qo'ylar o'lgan bo'lsa kerak. Hijriyat 465-yil bo'lgan vaqtida Sultan Alip Arslan o'ldirildi. Sultan Alip Arslan biz shu hamda Xitoyni cho'qim qo'limizga olmasak bo'lmaydi deb keyinlik yenib, shu Afg'oniston bilan O'zbekiston oraliqdagi bir joylarga yaqin Xorasan doirasiga borgan vaqtida bir kishi tarafidan qashlab o'ldirilgan bu odam. Bu tarixda nemishqa mesela Xitoylar musulmon bo'lmagan yoki turklarniki kontrolga o'tmagan deyilsa islomiyatdan keyin Aşan tarafki mana bo'g'ichilar bir qalaymag'anchilik kelib chiqadi. Masalan, To'mirlarmi o'lib ketgan, qodi qilib, so'g'oq qilib. Mana bu Sultan Alip Arslan o'ldirilgan. Uningdan boshqa keyingi bizning podsholarimiz asosan Sultan Saidxon davrida Mansurxon Bag'an 20 qatimdan ortiq urush elib borgan Saddichinninki ichida. Mesela Şeyh Tacuddin'ninki qabrisi hozirgi Gensu tarafida o'sha urushda, g'azotda o'sha shahid qilingan. Lekin ular davrida hamda biz bek kuchli emas. Biz Sharq Mansurxon tarafga qaraydi,
Janub taraf Sultan Saidxon qaraydi. Yani bir hakimiyet sistemimizde emasda, yani beglik şekilde qachon boradi. Şoňlaşgan biz Xitoylar tarapini egallaydigan işler İslamiyetninki o'ttir asrlari keyingi bosqichlarda taza ro'naq topmagan. Sultan Alip Arslan o'ldirilgandan keyin podshohlik maqomiga o'g'li Sultan Malikshah o'zini Jalolud Davla degan laqab bilan atab podshohlikka o'ltirdi. Mamlakatning butun tadbirini Nizamul Mulk vaziriga topshirib berdi. Buni Otabek deb nom berdi. Otabek degan oti ustoz, ot qo'mondan degan bo'ladi. Yani bu Malikshahni tarbiyalagan ko'pincha bu odam. Sultan Alip Arslanning zamonasida mashhur vazir bo'lgan Nizamul Mulk. Şoňlaşqa buni Malikshah cho'ng dadasi atrof, bobosining atrof nimasida maqomida ko'rib, davlat bütün bunun huquqini o'tkazib bergan. Mana bu adam tunji qatim Dada Emir degan nomda atalgan vazirdir. Yani Otabek degan Dada vazir degan bu. Hijriye 465-yil bo'lgan vaqtida Misrda ig'ir qimmatchilik yuz berib, bir ayol bir nonni 1000 dinarga ilib yeydi. Vaba haddidan hisobsiz ko'payib ketdi. Hijriye 466-yil bo'lgan vaqtida Bag'dodda ig'ir bir kelkun ofat yuz berib, Dejli daryosi 30 gaz egizlikda selkep ishib ketdi dedi. Bunda avval burun yuz berib bakmagan. Nurg'un mal dünya, cani canava, hayvanatlar ölüp tügdi. Xalqlar kemilarga chiqib olishdi. Hatta cuma namozni ushaq-tushak kemilarda, qo'lvaqlarda o'ltirib chiqdim, ashta o'qigan. Xalifa Allohga iltijo qilib yig'lab turgan. Bag'dodga qarsa bir tal siyliq tashqa o'xshash bo'lib qolgan Bag'dod. Qarsa hamma lay kömülep ketkende hamdi. Özümün öy saray, belkim unudum köp öyle veren boğan. Öyle bakana özümün öy. Özümün öğrülgen bolsa, öğrülmegen öy bir 500 men bulap kalsa, kancılak nopos var. Bir öy degende 5 nopos bulap kalsa, özümün öy degende 500 men nopos var. Yani demek şu vaktin özüden Bagdad'ın noposu bir neç milyon kiloda demekçi. Onun için kul boludu mesela, öğüsü yok, işlemciler boludu, ticaretçiler boludu, savdigar boludu, gelip gidip durgan. Ziyaretçiler boludu, öğüsü yok. O bir çoğun bir şehir şu peytlerde. Halife Qaim Bi'Emrillah'nın vafatı hakkında Hicriye 467-yil bo'lgan vaqtida Halife Qaim Bi'Emrillah Şaban ayının 13-cü günü Peyshanba kechda o'lib ketdi. Bunun sebebi bu adam qon aldırıp uxlagan bo'lib, qon aldırgan joy bo'shab, u yerdan ko'p qon chiqib ketdi. Uyg'onsa kuchi madori qanmagan. Nevirsi hem bekitilgan vali ahdi Abdullah ibn Muhammedni chaqirib, bunun vasiyat qilib o'lib ketdi. Bu adamning xilofat davri 45 yil davr surgan edi deb shundoq deydi. Demak, shuning bilan biz bu davrlarda yuz bergan muhim voqealiklar haqida to'xtalib o'tdik. Biz atki keyingi darsimizda bu davrda o'lib ketgan mashhur ulamolar, mashhur shaxslar haqida to'xtalamiz. Ondan keyingi 27-xalifa biz Abul Qasim Muqtadi Bi'Amrillah haqida to'xtalamiz. Bu xalifaning hayoti biz uchun nihoyat muhim. Chunki Mahmud Qashqari Turkiy tillar divoni degan bu buyuk qomusni Muqtadi Bi'Amrillahga topshirgan. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.